Assalomu alaykum hammaga. Kompyuterga jonli rasm qo'yishni o'rganamiz. Birinchi navbatda Microsoft Store'ga kirib, yozamiz. Lively val mana o'zi birinchida chiqib kelyapti. Wallpaper desak shuni chiqadi. Mana shuni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Hozirda men yuklab olganman buni. Buni yuklab olganman. Olib chiqsak ham bo'ladi buni. Yuklab bemalol ishlatsalar ham bo'ladi. Keyin Google ga kiramiz. moevals.com desanglar o'zi ichiga olib kirib ketadi. Bu yerda har xil jonli rasmlar bo'ladi. Mana masalan Minecraft. Uni jonliga juda bilinmayapti-yu. Bundan chiqamiz. Buni ko'rsak, reklama. Shuni yuklab olamiz. Bu yerga downloadni bosamiz. Va yuklayapti. O'rtoqlar yuklab bo'ldi. Bundan chiqamiz. Buni qilamiz. Va bunga kiramiz. Yo'q, bunga kirmaymiz. Oldin bitta papka ochib olishimiz kerak edi. Sichqonchaning o'yin tugmasini bosib va papkaga o'tib, bu yerga John B deb yozamiz. Va buni joylab qo'yamiz. Buni bu yerga qo'yamiz. Endi Lively wallpaper. Bunda mana har xil o'zini jonli rasmlari bo'lar ekan. Masalan bu yaxshi ekan bu ham. Endi yuklashni bu yerga plusni bosamiz va bunday oyna o'tadi. Bu yerdan установить обоyga bosamiz. Bizda export bo'limiga o'tib olamiz. Bu yerdan jonlini bosamiz. Va buni bosamiz. Hozirda yuklanyapti. Okey. Mana o'rtoqlar yuklanyapti. Hozirda bu yuklandi. Mana qarabsizki, yuklandi. Jonli wallpaper qo'yish bo'ldi.